eri xotinchalar urush qilyapti mana. Usta bu? Ha, Nima qilyapsizlar? ishtonmizda. Mana ishtopdi. Devol qiyshirbaymi? To'g'rilang buni, ye. To'g'rilayapmiz-ku mana. Uf, dadasi, qayerdan topgansiz bu ustalaringizni? Bular bu ketishga uyimizni bir oyga ham tugatib bera olmaydi. Usta bu, sizlar ishlaysizlarmi, gapni o'ylaysizlarmi? 1, 2, 3. Poylayotganimiz yo'q aka. Yurasan. Dadasi, bu dangasa ustalaringizga nima qot qilay? Makaronchani bosayring, onasi. Shu bugun ham makaronni, har kun makaronni. Usta bu, siz ishlaysizmi, gapni o'ylaysizmi? Ishlayotibmiz, 100% egri bo'lyapti. Hammasi, Turing, ishingizni qiling. Kelin, obedga qozon ko'p bo'lsang, ustalarga hurmat shunaqa bo'ladimi? Dadasi, men aytgan joyga boramiz. Yo'q, men aytgan joyga boramiz. Tamom. Qayerga ketyapsizlar? Usta bu, sizning nima ishingiz bor? Boring, ishingizni qiling, ye. Yordamim teksin deyman-da. Ko'ramiz bir oydan beri beradigan yordamingizni. Yangajon, katta ishlarga ko'p aralashmak. Men sizni Buxoro Peshku tumanida joylashgan Exim Stroy House Optim bazasiga olib keldim. Qanday shu gap? Jo'rajon, bizga taxta, profil, reka, shifr, tunika follardan taxlab berasizmi Optim narxda? Akajon, qurilishingizga kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni shu yerdan topasiz. Yetkazib berish ham ichida. Usta bu asosiy bazamiz. Xalqimiz uchun donabay ham ishlaymiz-da. Bo'ldi. Bu Optimbek mendan ham ko'p gapirgan. Dadasi, uyga shuncha xarajat qilib qurilish materiallari oldigu, shu ustalar isparot qilib qo'yadimi deyman-da. Ana madaniyat, ana ma'rifat. Basharangiz qursin, kelin, usta eshitib qoladigan deb o'ylamaysiz. U yoq bu yoqqa qarab gapirsanglar bo'lmaydimi? Shikafti ham qulog'i bu. Azamat, qanisan.